Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Kishilarning dil nomalarini egalariga yetkazib, ko'ngillarni xushnud qiluvchi tabassum ulasha loyihasida bugun yana bir tabrik. Otasini sevuvchi, o'z padar buzrukvoriga qalb so'zlarini aytuvchi Gulchehra opamiz va ularning yaqinlari nomidan dadajonlari, padar buzrukvorlari, bir oilaning boshi, ustuni bo'lgan qo'ldosh akaga tabrik. Mehrli otajonimga: dada, yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Ko'pni ko'ring 80-90ni. Allohimga ming bora shukr. Farzandiman sizdek insonni. Otajonim, padar buzrukvorim, pushti panohim, mehribonim, suyanchim, ishonchim, tog'im. Sizni bugungi bayramingiz bilan qalbimning eng iliq, eng samimiy tuyg'ulari bilan tabriklayman. Mening dunyodagi eng katta baxtim bu sizdek mehribon, dono va fidoyi otaning qizi bo'lishimdir. Siz har doim men uchun orqamdagi tayanch, oldimdagi yo'l ko'rsatuvchi yulduz bo'lib kelgansiz. Meni yaxshi inson bo'lib ulg'ayishim, to'g'ri yo'lni tanlashimda sizning sabr-toqatingiz, mehnatingiz, mehringiz beqiyosdir. Otajon, duolaringiz menga kuch, mehringiz yuragimga taskin, kulishingiz esa hayotimga quvonch bag'ishlaydi. Bugun sizga eng ezgu tilaklarimni tilayman. Sog'lik, uzoq umr, tinchlik va har bir kuningizda quvonch, xotirjamlik, sakinat hamroh bo'lsin. Sizning ushbu yoshingizni nishonlar ekanmiz. Yuragim quvonchga to'lib, cheksiz minnatdorchilik tuyg'ulari bilan sizga qarayman. Har bir yashagan yilingiz fidoyilik, sabr, mehnat, oila uchun bag'ishlangan umr. Menga bergan tarbiyangiz, mehringiz va hayotiy saboqlaringiz uchun chin yurakdan rahmat aytaman. Meni inson qilib tarbiyalagan, bizni boqaman deb qadoq bo'lgan qo'llaringizni ko'zimga suraman otajonim. Siz mening eng yaqin maslahatchim, hayotimdagi eng kuchli tayanchimsiz. Har bir kulgum, mustahkam qadamlarim ortida siz borsiz. Otajon, sizning bag'ringizdagi mehr, ko'zlaringizdagi nur, lablaringizdagi kulgu men uchun juda ham qimmatli. Siz bilan faxrlanaman. Sizni yaxshi ko'raman va hayotimda siz borligingizdan har doim minnatdorman. Sizga bardamlik, sog'lik, ko'ngil xotirjamligi va avvalo qalbingizni quvontiradigan farzandlaringiz baxtini tilayman. Sizning duoyingiz mening qanotim, mehringiz yuragimning haroratidir. Nurlari yog'ilib turar yuzidan, maysalar unada bosgan izidan, borin ayamagan o'g'il qizidan otamga o'xshamas hech bitta inson. Yuzida ko'rinmas ichidagi dardi, yuragi osmondir, yo'q unda gardi, odamlar ichida tengi yo'q mardi, otamga o'xshamas hech bitta inson. Ko'zlari lim to'lib tursa-da yoshga, ko'ksini biz uchun tutarlar toshga. Onam deb bizlarni ko'targan boshga, otamga o'xshamas hech bitta inson. Arzimas yolg'ondan qalbi tilingan, charchog'i bezabon ko'zdan bilingan, og'zida oshini bizga ilingan, otamga o'xshamas hech bitta inson. Sizni yuragining tub-tubidan yaxshi ko'ruvchi qizingiz Gulchehra.